Ko'pchilik MacBook'ni biznes laptop deb o'ylaydi. Aslida esa katta kompaniyalar, korporatsiyalar, banklar aynan ushbu notebookni tanlaydi. Bu haqiqiy biznes laptop hisoblanadi. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan TechnoChain. Biza hozir sizlar bilan Dell Premium segmentidagi notebookni obzor qilamiz. Video davomida bu notebookni kimlar ishlata oladi, kimlarga mosligi, bu notebook xarakteristikasi, parametrlarini ko'rib chiqamiz. Nimaga aynan katta kompaniyalar, banklar, korporatsiyalar ushbu Dell notebookini tanlashini ham bilib olamiz. Nimaga aynan biznes laptop obzorimizda Dell notebookini tanladik? Sababi ushbu segmenti juda ham mashhur. Hamma taniydi buni va ishonchni oqlagan ishonchli notebooklardan hisoblanadi. Dell notebookini ishlatadigan tanishinglardan so'rasanglar, anchadan beri ishlatayotgan bo'ladi. Kamida 5 yildan beri mazza qilib ishlatib kelayotgan bo'ladi. Lekin alishtirishga umuman sabab topolmaydi. Ushbu segmentda kerakli bo'ladigan barcha qulayliklari bor. Gaming yo'nalishida, misol uchun ROG'larni biz nomer 1 notebooklar deb oladigan bo'lsak, bu biznes yo'nalishidagi xuddi shunaqa urovendagi notebooklardan hisoblanadi. Hammaga qiziq bo'lgan joydan boshlaymiz. Bu notebookimizning narxi, hozirgi kundagi narxi $1700 hisoblanadi. Aytishinglar mumkin, bu notebookni kim oladi? Undan ko'ra arzonroq notebook olaman deyishinglar mumkin. Lekin ushbu modelni xaridorlari katta kompaniyada ishlaydigan, juda ham katta datalarni obработка qiladigan odamlar bo'ladi. IT sohasini yuqori lavozimda ishlaydigan odamlar ko'proq xarid qiladi. Birinchi sababi korpusi mustahkamligi, mustahkam korpusdan ishlanganligi. Notebookingiz ichida kerakli ma'lumotlaringiz borligi uchun buni mustahkamligi birinchi o'rinda turadi. Mustahkam bo'lishiga qaramasdan notebookimiz juda yengil va sifatli materiallardan ishlatilgan. Keyingi sababi batareyasi uzoq muddatga bemalol xizmat qilib bera oladi va protsessor, operativkalari ham juda ham katta programmalar bilan, katta ma'lumotlar bilan ishlagani bemalol yetib beradi. Oxirgi kerakli sababi buni klaviaturasi, touchpadi, ekrani, hattoki kamerasi foydalanuvchi uchun qulay qilib ishlangan. Buni video davomida bilib olasiz. Notebookimizni tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, to'q kulrangda. Notebookimiz ingichka bo'lib, unaqa ingichka emas, lekin qalin emas, og'irligi bo'lsa 1 kilodan sal oshadi. Solishtirishingiz uchun MacBookning eng yengil modeli bilan deyarli bir xil. Ochilishiga keladigan bo'lsa, MacBook bilan bir xil. Portlari unaqa ko'p emas, lekin kerakli barcha porti bor. Type-C, USB, HDMI portlari, hatto jack porti ham bor. Aynan shu Type-C portidan zaryad oladi, ham zaryad beradi. O'zini power bank qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Premium notebook deganda faqat chiroyini tasavvur qilmaysizlar. Buni ichiga ham qarash kerak, ichidagi kuchiga ham bog'liq bo'ladi. Hozir sizlar bilan uni xarakteristikasini gaplashamiz. Protsessoriga keladigan bo'lsak, bu notebookimizda Intel Core Ultra 7V protsessor turibdi. Xuddi V8 mashinani V obrazli motoriga to'g'ri keladigan 8 ta silindrli. Bunda ham 8 ta yadro, 8 ta potokka ega, juda ham mo'shni protsessor. Hozirgi kundagi eng og'ir programmalarni maksimalniy darajada bemalol bajarib bera oladi. Buni doimiy xotirasi 512 GB. Agar meni ma'lumotlarim sig'maydi desanglar, bemalol 2 terabaytgacha kuchaytirsa bo'ladi. Bu muammo emas. Buni ichida ofitsial Windows ham chiqadi. Windows 11 Pro bo'ladi. Notebookimizning ekrani Full HD IPS 60 Hz standart tiniqlikka ega bo'lgan. Eng qiziq joyi, bu notebookimiz sensor ekran hisoblanadi. Barcha prezentatsiya ishlarni shu notebook o'zida qilib ko'rsatsanglar bo'ladi. Yana bitta e'tiborli jihati, buni ekrani Gorilla Glass bilan himoyalangan. Samsung, Apple ishlatadiganlar biladi, xuddi shunaqa himoyaga ega. Kamerasiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganinglardek juda ham tiniq, juda ham sifatli kamera. Ortiqcha web kameralar olib o'tirish hojati yo'q, sababi hamda blur funksiyasi bor. Bossanglar orqa fonni razmitiy qilib qo'yadi.
Agar kerak emas payt kamerani yopib qo'ysanglar, xavfsizliginglarni ta'minlaydi. Ko'rib turganingizdek, klaviaturasi zamonaviy dizaynga ega, juda ham qulay qilib ishlangan pechat qilishga. Yumshoq barmog'inglar charchab qolmaydi. Klaviaturada ikki xil podsvetka bor, xira va juda ham yorqin yonadi. Keyin touchpadga keladigan bo'lsak, shunaqa garaj klavichalari bor. Tepasida zoomda uzoq o'tiradiganlar ishlatishga juda ham qulay. Mishka sotib olib o'tirmaysizlar. Xohlasanglar touchpadni o'zida, xohlasanglar ekranni o'zida bemalol barcha ishlarni bajara olasizlar. Batareykasiga keladigan bo'lsak, ofitsialniy ma'lumotlarda 21 soatga yetib beradi deb yozilgan. O'rtacha oladigan bo'lsangiz, sizlarni bir ish kuningizga bemalol yetib beradi. Bu modelimizni 1 yil garantiyasi bilan Texnochain'dan xarid qilsanglar bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni saytimiz orqali bilib oling. Keyingi videoda qanaqa noutbukka obzor qilaylik? Yoki eng kuchli gaming noutbuklarnimi yoki studentlarga mos bo'lgan variantlarni obzor qilaylikmi? Bularni kommentlarga yozib qoldiringlar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosing va obuna bo'lishni unutmang.